Assalomu alaykum. Yangi videoda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan Islom, men bilan birga kanaldasizlar. O'tgan videoning 40 ta odam ko'pdi. Hammaga rahmat. Gap so'zni ko'p cho'zmayman va bu videoda aytib ketmoqchiman. Men sizlarga dars bermoqchi emasman yoki sizlarga yashashni o'rgatmoqchi emasman. Shunchaki sizlar bilan suhbat qurmoqchiman va o'zim bilgan va o'zim aytmoqchi bo'lgan gaplarni sizlarga aytmoqchiman. Shuning uchun yaxshi joylashib olinglar, bo'lmasa biz boshladik. Shunday qilib eng bizga asosiy va eng taniqli va eng og'riqli mavzu va savol bo'lib turgan narsa hozirda bizni odamlarimiz nima uchun chet elga shuncha odam chiqib ishlayapti. Bu narsa prosta temaga aylanmagan hozir bizda. Prosta mavzu emas bu. Nafaqat oddiy mavzu. Bu narsa bizda o'zi rasm udumga aylanib ketdi, agar bilgan bo'lsalaring. Bu narsa neofitsialniy deyiladi. Bilsalaring agar norasman rasm udum bo'ldi o'zi. Hech qayerda aytilmagan, hech qayerda biz buni bayramlamaymiz, lekin bu bizni qonimizga va bizni necha avlod o'zi ikkinchi avlod ketyapti. Hozir biz chet davlatga musofirchilikka chiqib xizmat qilishga. Bu narsaga odamlar shu darajada odatiy holda qarayaptiki, hech kimni bu narsa qiziqtirmayapti. Nima uchun shu narsa qiziqtirmayapti? Mana shu narsa qiynaydi hozir. Shu savol kelib qoldi va shu narsani sizlar bilan bo'lishkim keldi. Va hozir men bu narsani o'zimizni yurtdan ketadiganlarni ham qoralamoqchi emasman. O'zimizda qoladiganlarni ham qoralamoqchi emasman. Lekin shunaqa vaqtlar keladiki, bizda o'zimizni farzandlar ba'zi bir qishloqlarda agar bilsalaring agar yarmidan ko'p erkaklar yo'q, chunki ularning hammasi Rossiyada. Rasm 50% odam, 50-60, даже bir xil paytlar 80% erkaklar hammasi Rossiyada ba'zi bir qishloqda. Sabab nimada deb o'ylaysizlar? Sabab o'zimizdami yoki bizga kimdir nimadir bermaydigandami? Bu narsa ham zo'r savol bo'ladi. Sabab kimdan qidirish kerak? Kim aybdor bu yerda? Davlatmi yoki odamlarning o'zimi? Shunaqa savol ham tug'iladi. Lekin men o'ylashim bo'yicha ko'proq odamlarning o'ziga kelib taqaladi. Lekin bu narsani to'g'rilash kerak, vaqti o'zi kelgan. Men sizlar bilan shu narsani prosta bo'lishim keldi. Shuning uchun o'zlaringning fikrlaringni izohlarda yozib ketinglar. Hammalaring kommentariylarini o'qiyman. Nahotki butun bir avlod, shu darajada ko'p avlod Rossiyada yashayaptiki, bizni ota-onalarimiz, bizni nafaqat ota-onalarimiz, otalarimiz va ochalarimiz, bobo va momo deyiladi. Endi kimni shevasida qanaqa. Xo'p, ularning ko'pchiligi ham Rossiyada o'tib ketyapti. Biz dadamizni bir yilda bir marta ko'rish biz uchun bu odatdagi hol bo'lib qolgan. Nafaqat yil davomida dadamizni bir oyda bir marta ko'rish, misol uchun 12 oy bo'lsa bizda 12 oyi ichida 30 kun ko'rish biz uchun odatiy hol va bu biz odamlar bu narsani oddiy holdek qabul qilib va shu narsaga ko'nikib yashayapti. Nahotki shu narsani hech o'zgartirib bo'lmaydi. Bizga buni o'zgartirish uchun nima kerak deb o'ylaysizlar? Bu narsani hech qachon davlatda aybdor qilib bo'lmaydi, chunki davlat oiladan boshlanadi. Odamlarning o'zidan boshlanadi. Oila jamiyatni tashkil qiladi. Jamiyat butun bir xalq, jamiyat bu xalq degani-ku. Butun bir xalq bu qanaqadir rayon yoki qanaqadir nohiyani tashkil qiladi va qanaqadir nohiya, qanaqadir viloyatni. Значит, bizga shunaqa strategiya kerakki, bizni o'z strategiya vaqt kelib nafaqat bitta davlatni tarbiyalash kerak yoki davlat odamlarni tarbiyalash kerak emas aslida. Odamlar davlatni tarbiyalash kerak. Davlat odamlarni tashkil qilish kerak emas, odamlar davlatni tashkil qilish kerak. Agar o'qigan bo'lsalaring, davlat nimadan boshlanadi? Davlat bu oila. Davlat bu sizdan boshlanadi. Siz ko'rib turgan bo'lsangiz, davlat bu siz. Shuning uchun davlatni aybdor qilish kamginagina xato deb bilaman. Bu meni o'zimni subyektiv fikrim. Bu juda ham og'riqli tema. Men bilsalaring agar ko'pchilik misol uchun Koreya, Janubiy bizni qo'shnilarimiz bu, amaklarimiz bu, kimdir Janubiy Koreyada, kimdir Qozog'istonda, kimdir Rossiyada, kimdir boshqa davlatda, kimdir Germaniyada. Bu yaxshi. Chunki ular itga borib yangi narsa o'rganib keladi, pul ishlaydi, jo'natadi. Hamma narsa olib kelishyapti ular. Nafaqat pul kirib kelganda dunyoqarashi o'zgarib kirib keladi odamlarning. O'zlari uchun o'zgarib, vaqti agar bo'lsa ularni. Lekin u yerda yillab qolib ketishi, butun umrini yarmini boshqa davlatda o'tkazib yuborishi.
va bizni farzandlarga men o'ylashim bo'yicha pul kelyapti, lekin dada kelmayapti. Shuni bilasizlarmi? Rossiyadan pul kelyapti, Germaniyadan pul kelyapti, Janubiy Koreyadan pul kelyapti, lekin dada kelmayapti, lekin ona kelmayapti o'sha yerdan, lekin ocha yoki bobo kelmayapti o'sha yerdan. Bizni farzandlarga hozirda oxirgi paytlar bizni farzandlarga meni o'ylashim bo'yicha, meni o'zim subyektiv fikrim, ko'proq pul emas, pul bor chunki. Pul topsa bo'ladigan vaqt keldi o'zi xudo xolasa. Lekin bizni farzandlarga hozir mehr ko'proq tarbiya, ko'proq ilm kerak. Bizga yaxshi maktablar kerak. Bizga yaxshi o'qituvchilar kerak. O'qituvchi temasini ochsam, agar hozir hamma narsani ko'tarishga to'g'ri keladi. To'g'ri, men hech qachon nolimayman, menga shunaqa yomon tarbiya berishgan. Lekin maktablardagi ilm tarbiyani darajasi shu darajada pastlab ketganki, daladan kelib o'qituvchi o'quvchilarga dars berishi mumkin. Yo'q, mehnatda aybi yo'q, bu yerda dalani aybi yo'q. Bu yerda ayb bizni hammamiz o'zimizda. Agar biz harakat qilsak, o'zimiz o'qituvchilarga kadr yetishmovchiligi, kadr bor, lekin sifatli kadr yo'q. Kadr degani bu ta'lim beruvchi yoki ilm beruvchi odamlarni kadr deyiladi ko'proq o'zimizda. Xo'p, tushunmaganlarga tushuntirib ketdim. Nahotki shu narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Buni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Buni izohlarda yozib ketinglar, qanaqa ilgilari bor, qanaqa sabablar yoki qanaqa yo'llar borki, bu narsani biz o'zgartirishimiz mumkin. Men o'ylashim bo'yicha vaqt keldi o'zgartirish kerak. Buni yaxshilab o'tirib o'ylab ko'rish kerak. Buni hozir ko'rgan odamlar sizlardan iltimos qilib so'rab qo'yaman. Farzandingiz yoki sizni aka-ukalaringiz bu narsani maksimal tarqatinglar. Bu narsani maksimal obsujdat qilinglar. Obsujdat bu ya'niki o'zaro suhbat quringlar bu mavzuda. Nahotki sizlar 4 kishi, 5 kishi bo'lib, ancha yosh katta bo'lib, butun bir oilani boshi bo'lib turib, bitta farzand yoki bitta aka yoki bitta yoningizda tanishi fikrini o'zgartira olmaysizlar. Shu narsa meni qiynaydi. Shu butun dunyo bo'yicha ozodlik, sizda hamma narsa bor, bizda hamma narsa bor. Qo'limizdan hamma narsa keladi, lekin biz bu narsani qilmayapmiz. Ozgina qiyin bo'lsa ham keyinchalik yaxshi bo'lib ketishini bilib turib, biz baribir oson, lekin oxiri yo'q narsani tanlab boryapmiz. Shuning uchun men hech ham tushuna olmadim. Men o'ylashim bo'yicha boshqa yonimizdagi qo'shni davlatlar rivojlansa, bu bizga yomon emas, naborat yaxshi bo'lishi kerak. Chunki men o'ylashim bo'yicha men raqobatni emas, hamkorlikni tanlagan bo'lardim agar shunaqa variant bo'lganda. Chunki agar biz yonimizdagi qo'shni davlatlar, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, hamma davlatlar agar rivojlanishni boshlasa va ilmiy tarafdan rivojlanishni boshlasa, men o'ylashim bo'yicha yonidagi qo'shni davlatlarga ham bu juda ham foydali bo'ladi o'ylayman. Shuning uchun men hech ham tushuna olmaganman va haligacha tushunib yeta olmayapman, nima uchun bizda bu odatiy holga aylandi. Bizni farzandlar majburlikdan emas, bitta bir variant bo'lganligidan boshqa davlatga chiqishni xohlardim men kelajakda. Meni farzandim boshqa variant yo'q, majbur o'sha davlatga borib pul ishlash kerakligidan emas. Meni farzandlarimiz ham o'sha nima qilishini bilmasdan sayohatga, butun dunyoni o'rganishga borishini xohlardim. Men hech ham qarshiligim yo'q, chiqsa chiqib ketishi yoki kelsa kelishi, bitta joyda yashashi. Lekin kelajakda bizni farzandlar yoki bizdan keyingi qoladigan avlod yoki bizda avlod. Men o'zim endi 23 ga kirdim, lekin meni o'zim majburlikdan Rossiyaga kelganman. Nima qidirib kelganman? Ko'proq men Rossiyaga kelsam o'qishda o'qiyman, yaxshi o'qishda o'qiyman, chunki yerda yaxshi ta'lim beriladi. Lekin agar solishtirsak juda ham katta farq emas. Lekin bu yerda dunyoqarash ko'p silishkim ajralishidan bizda juda ham ajralishidan bizga qaraganda, shuning uchun men Rossiyaga kelib o'qiganman. Chunki hech bo'lmaganda dunyoqarashi boshqacha davlat, boshqacha odamlar ichiga tushsangiz, siz ham dunyoqarashingiz naqadar bu foydali o'zimizga borgandan keyin qanchalik ishlaydi buni ham bilmayman lekin. Bu yerda o'rgangan bitta dunyoqarashim o'zimizda ishlamasligini ham bilaman, men sizlarga aldov bo'lmasin. Men o'rgangan va meni o'y hayolim yetga borib shu turishda yashasam, o'zimizda hech kim meni qabul qilmaydi. Buning uchun ilm kerak, buning uchun bilim kerak. Shuning uchun hammaga taklif beraman, o'zlaringiz ustlaringda ishlanglar ko'proq.
O'zingizda bo'lmadimi, ko'proq farzandlaringga beringlar. To'g'ri yo'lga boshlanglar. Va men videoni shu joyda tugatmoqchiman, chunki hali bu videoni men to'g'rirog'i ssenariy yozib zo'r qilib chiqaraman. Agar sizlar bu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga katta rahmat aytaman. Bu videoni izohlarida maksimal shu iloji boricha ko'proq yozinglar kommentariy. O'zlaringning fikrlaringni, qanaqa biz yangilik qilishimiz, meni qo'limdan keladigan yangiliklar bo'lsa ham yozib ketinglar. Va kanalga albatta obuna bo'linglar. Kelajakda men sizlar bilan juda ham ko'p suhbat qurmoqchiman va juda ham ko'p qiziqarli mavzularni ko'tarmoqchiman. Va biz yana kelajakda yana zo'r erta indin yoki bir haftadan keyin chiqib qancha joydan chiqishini bilmayman yangi videoni, lekin shunaqa zo'r video ishlamoqchiman. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar va yangi videolarni kutinglar. Albatta men sizlar uchun zo'r va sifatli videolar qilishga harakat qilaman. Hozir faqatgina sharoitim yo'q, sizlar bilan faqatgina o'tirib suhbat qilyapman. Hammalaringga rahmat, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yaqinlaringni qadrlanglar, sog'liqlaringga e'tibor beringlar. Ya'niki sizlar agar yarim yo'lda qoqilsalaring, sizlar yiqilgan joylaringda boshqa yiqilib yoki yerda yotgan odam ko'tara olmaysizlar. Avval o'zlaringni ko'taringlar va keyinchalik odamlarga manfaati tegadigan inson bo'linglar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Islom, men bilan birga kanalda bo'linglar. Hammaga rahmat. Kim ko'radigan bo'lsa, qo'llab-quvvatladigan bo'lsalaring